Salom barchaga, men o'sha School onki To'g'ich Pobakov YouTube'dagi akkauntim. Men bugun sizlarga Minecraftda mod qo'yishni o'rgataman. Qurol modini. Birinchi Play Marketga kiramiz. Shu yerda Play Marketdan narsa olmasa, mening videomda qanday narsa oldirishni ko'rsatib ketganman. Bu yerga Minecraft modus tag mod deb yozamiz. Chiqadi. Shu yerda to'qinchi bunday olishingiz mumkin. Men yana boshqasini olgandim-ku. To'qinchi o'zingiz olishingiz mumkin. Mana men gun modus ekan. Blat! What the hell? What? Shundan olib, o'zingiz topib oling-da. Shunga kirib, ichiga kiramiz, kiradi. Kutamiz. Kir nima bilat? Jalot. Qiraqolala kirdi. Nextga bosamiz. Shulardan shuni tanlaymiz. Shunga bosib, yana shunga bosib, yana shunga bosamiz. To'xtang nima? 1 daqiqa hozir, 1 daqiqa. Qayerda qolgandik? Mana. Select modga bosamiz. Netflix davlatni bosamiz. Bundan chiqamiz. O'zgacha qiladi. Va kiramiz. Playni bosamiz. Bu 1.15 versiyaga tushmayapti. 1.10 versiyadan buyuklarga tushadi. Men masalan 1.21 versiyada o'ynayman. Shuni ustiga bossam, 10 bo'lsa ham bo'ladi. Yana 1.10 versiyadan buyuk versiyalarga tushadi. Kiradi. Qachon kirasan? Yiban bala. O kirdi. Bunga bosib, kreativ qilib olamiz. Nabori shunga bosamiz. Birinchi oyla. Shunga bosib, oyga kirib ketamiz. Yapparab bo'ldi. Qachon kredit kirgandan keyin o'zim chetib qo'yaveraman. Oyla kirish ham shunday. O'zim yoqib qo'yaveraman kirsa. Mana kirdi. Mana endi qurollarga kiramiz. Qurollar bor. Mening bu yaram. O'qini ham olishimiz kerak bo'ladi birinchi kunda. Birinchida kerak bo'lsa, o'qigandan keyin kerak bo'lmaydi. O'sha bedrockga jag'ada tushadi. Shunday, paylaşarak olishingiz kerak bo'lsa, sniperni shunday aşağı o'tirsangiz oladi. Öyle. Ko'rdingiz? O'ynaying, bilat. What the hell? What the hell? Hayır, like bosing. Sizlar bilan School To'g'ich Pobakov va School onki bo'ldi. Hayır.